tarjima qilishda davom ettiramiz. Hozir butun oila jamlangan ekan, sizga so'ylamoqchi bo'lgan bir ikkita gaplarim bor. Emekli olmaya karar verdim. Iste'foga chiqmoqchiman. Ya'ni orada kelib turaman ishga, qarab ketish uchun, tekshirish uchun va sayohatga yuraman. Şirket boshiga turishini qaror beraman. İyi de böyle bir seçim yapmana gerek yok ki. Biz Doruk'la gayet güzel yönetiyoruz şirketi. Bunaqa ahmoqgarchilik kerak yo'q. Biz ikkovimiz ham birga ishlayveramiz. Bence de. Bitta ishni boshiga bir kishi turgan yaxshi. Ya'ni bir-biringiz bilan urushib qolganingizga kim qaror beradi? Urush qilmaysizmi? Babam haklı abi. Yani bir işin bir patronu olur. O da sen olursun. Şimdi ben de... Dadam haqli. Aka, siz meni o'rnimga bitta boshliq bo'lsa, siz bo'lasiz. Hayatıma kaldığım yerden devam ederim. Men esa hayotimni qolgan joyidan davom ettiraman. Hazilli vaqt emas, Dorug'jonim. Dadang haqiqiy narsani gapiryapti. Annen ilk defa doğru bir şey söyledi. Onang ilk marta to'g'ri bir narsa so'radi, gapirdi. So'ngra dadang qanday bu ofisni shu noldan shu darajaga yetkazgan bo'lsa, siz ham bolalaringiz bilan birga noldan shu darajaga yetkazasiz. Qolgan joydan rivojlantirasiz, deyapti. Jahannam tubiga kelasanmi, deyapti. Tez ro'yin hadida yuqori ko'zim ko'rinma, deyapti. Statar qo'yasizmi, iltimos, boshim og'ridi. Ben de sizden isteyecektim aynı şeyi. Men ham sizdan shuni istayotgandim. Telefon benim değil ki. Lekin telefon meni